Bu yerda-ku hammasi tushunarli. Sen piyodasan va o'ynamasang piyodaligingcha qolasan. Qoidalar aniq. Berganni ol, so'raganni ber, qolgan foyda o'zingga. Gap shundaki, kimga nima foyda? Sen chindan ham g'alaba qozonmoqchimisan? Nimagaki yo'q. Menga o'xshaganlar-ku, biz hammamiz o'yinchimiz. Chunki bir tarafda faqat o'rniga televizor o'ylaydigan manqurt kimsalar, boshqa tarafda esa bizni o'zimizni shunday pisand qilmaydigan o'sha kuch. Podada turganda ular haqida g'amxo'rlik qilishimizni xohlashadi, lekin o'zlari uchun barmoqlarini uchini ham qimirlatishmaydi. Haqiqiy hokimiyatni qo'lga olganlar esa allaqachon yarim xudoga aylanishgan. Shunchalik balandalarki, bizni na jiddiy dushman va na ishonchli do'stday ko'rishadi. Ularda bitta muammo, ular abadiy emasdirlar. Faqat biz qolyapmiz. Qayerdadir sen menga, qayerdadir men senga foydali. Har kim o'zi uchun o'ynaydi. Sen o'yinchiman deysanmi? O'yinlarga taqlid qilaman. Hokimiyatga bir qara. Tantanalar deyarli uyushtirilmaydi. Xalqqa bir nechta jo'shqin spektakllarni ko'rsatishadi. 2 oyda bir dam berishadi. Saylovlar, yangi yil tabriklari, nano kelajak qurilishi, olimpiya saltanati va futbol davlati. Xalq esa rozi va baxtiyor. Lekin xalqning cho'ntagi teshilib og'zi quruq qolsa, kim aybdor bo'ladi? Aroq bilan futbol endi bir taraf. Bu yerga qurbonlik kerak. Hokimiyat esa xalqqa bu qurbonlikni taqdim etishga ishonching komil bo'lsin. Sen bilan meni tushunyapsanmi? Xolos, shunaqa o'yin. Bir tarafdan o'ziga o'zi tupurgan xalq, bir tarafda esa xalqqa tupurgan hokimiyat. O'rtada esa biz giyo kimgadir nimanidir majburmiz, lekin kimga va nimani tushunarsiz. Muqaddas soddalik. Ko'ringaningdan ham soddaroq ekansan. To'g'ri aytding. Biz sen bilan xuddi mayin ikra qatlami va mog'orlagan non orasiga surtilgan sariyog'ga o'xshaymiz. Sen menga bitta ertakni eslatding. Bor ekanda yo'q ekan. Bir bo'ri bor ekan. Ro'parasida esa rohatda yashayotgan tulki. Birga ulg'ayib, birga bitta sinfda o'qishgan, endi esa yo'llari boshqa. Tulkini hayoti ertak. Bo'ri esa bir kuni tulkining yoniga kelib, yashashni o'rgat. Jonimga tegdi, kattalardek hayot istayman. Sen kabi yashashni istayman. Nima qilishim kerak? Ayt. Tulki esa unga javoban: qo'rqma, kerakli joyga joylayman. Ish oson, changi chiqmaydi. Kresloda o'tirib asta-sekin baliqni tort. Qoida bo'yicha. Mezov talama ba'zida ko'proq, ba'zida kamroq olamasi yetadi. Mana bo'ri o'tiribdi. Ko'zlari esa atrofga boqadi. Qarasak hamma shunday qilyapti. Voh, uni ham omadi chopyapti. Ham katta, ham kichik baliqlarni ilintiryapti. Lekin bir kuni tulki ulushni so'ragani kelganda bo'ri unga javoban: kechirasan do'stim, negadir baliq dumimdan ajralmayapti. Tulki oladi-yu, ajratib tashladi. Dumini narkozsiz kesdi-yu, ajratib tashladi. Yaxshiyamki hali baliq qilmagan ekan. Mana begona qoida bo'yicha o'ynashning oqibati. Sen nima menga ertak aytib yotibsan? Aqlli ekansan, chiqish yo'lini ham ayt. Chiqish yo'li esa sherik kirish joyida. O'yindan chiqmoq vaqti keldi. Bir qara, bizda pul bor, nima to'sqinlik qilyapti? Bu davlatda qolishga sabab yo'q. Bu yerdagi aroqalar va ahmoqlar dunyodagi barchasidan ko'proq. Ekologiya rasvo, ta'lim o'ziga yarasha, nano kelajak. U ham. Boshqa chora yo'q. Bu yerdan surib dahshatli tushday unutish kerak. Surish? Kim seni qo'yib yuborar ekan? Sen bu tushni unutolmaysan, chunki u seni uyg'onishingga yo'l qo'ymaydi. Bizda pul bor, lekin kimlarniki? O'ylab ko'r, seniki. Ularni sarflay olasanmi? Chiqaribchi, legallashtirish, balki avlodingga qoldirarsan. O'zingni aldama, xalqdek bo'lma. Sen qopqondasan va bu qopqonda changalak qachonki joning uzilsagina seni qo'yib yuboradi. Biz sen bilan javobgarlikni sotib olishimiz, hovli, mashina va bolalarga qimmat repetitorlarni yollashimizdan ortig'ini ravo ko'ra olmaymiz. Sen bu charxpalakda bir umr erkinlik ko'rmasdan aylanaverasan, sistema esa davom etadi. Qani sherik, endi men senga bir ertak aytsam. Bir zamonda bir aqlli yashagan ekan. Ishga joylashdi, bo'shadi va sekin hayotini davom etaverdi. Atrofiga qaradi, tezroq harakatlandi. Byudjet ajratildi, u esa oqilona taqsimladi va qoida bo'yicha yana qaytarib oldi. O'zingga ayon, qimmatroqqa devor ko'tarish mumkin joyda nimagaki atigi millionga qurish kerak va shunday aylanaverdi. Hujjatlarda hammasi yaxshi. Qayerdadir kelishmadi, qayerdadir silliq o'tdi. Bir bo'lishda suddan qutuldi, 2 bo'lishda tekshiruvdan qutuldi. Shunday qilib qayerga to'g'ri kelsa bo'lishib ketaverdi. Bir kuni esa yetar. 7 pushtimga yetarli boylik to'pladim. Tavakkal qilgim yo'q. Hammasi o'zgarmoqda. Uyindan sekin chiqish kerak. Pullarni chiqarib surish kerak. Men buvimdan qo'shdim, men bobomdan qo'shdim, gayidan, prokurordan, soliqdan qo'shdim va tulki, ayniqsa sendan qochaman. Nima bo'pti? Nima bo'pti? Uni qo'yib yuborish tulki uchun sof zarar va u ham qoldi. Tulki o'zicha aqllilarni yoqtirmaydi. Chiqmoqchi bo'lganlar bilan esa xayr xo'shlashmaydi. Soliqdan prokuraturaga va qo'mitadan sudga tepkilashadi-da, ichini bo'shatib, yopib qo'yishadi. Yetib kelding, bo'g'irsoq. Sen nima indamaysan? Alo, shu yerdamisan o'zi? Tinch qo'y uni, u menimcha.
uxlayapti. Nima deyishi mumkin boshqa? Hammasini joyiga qo'yib bo'ldingizlar. Men ham aralashmadim. Nimani xohlaysizlar o'zi? Yutishnimi yoki yutqazmaslikni? Yutqazmaslikni. Ahamiyati yo'q. Qanday qilib qoidasi o'zgarib turadigan va sizni foydangizga o'zgarmaydigan o'yinda yutish yoki yutqazmaslik mumkin? Men ham bir hikoya eslatsam. Kattadan katta bir sholg'om o'sarmish. Uni har tomonga tortqilasharmish. Sholg'om g'ijirlab chiqmasmish. Bir dona esa hammaga qarata, qani endi hammamiz birgalashib uni bir tomonga tortamiz. Ushlashdi-yu, tortishdi, tortaverishdi. Nihoyat sug'urib olishdi. Quyoshday porlarmish go'zal va silliqqina. Sholg'om turgan joyda hech kimga nasib etmagandi. Sug'urishganda esa hammaga yetib ortdi. Faqatgina yagona yo'li bor. O'zaro kelishib olish va o'zaro qoidani o'rnatish. Shunda bizning o'yin boshlanadi.